10. Bab. Persiya podshohi Köreş hükümranlıqının 3-cü yili Beltşazar debmu atalgan Danyalga Xudodan bir vahiy keldi. Bu vahiy rast, lekin tushunish nihoyatda qiyin edi. Danyal g'oyibona alomatlardan uning tabirini ko'rdi. U chog'da men Danyal 3 hafta hozidordek yurdim. Bu 3 haftaning ichida alohida g'izolanmadim, go'sht yemadim, sharob ichmadim va xushpuroq moy ishlatmadim. 1-oyning 24-kuni men Buyuk Dajla daryosining bo'yida turib, yuqoriga qaragan edim. Uchisiga kandir raqtin tikilgan libos ortgan, beliga sop oltin kamar bog'lagan birsini ko'rdim. Uning teni yaqutdek julolanib, yuzlari chaqmoqdek yaltirab turardi. Ko'zlari o'tdek chaqnaydi. Qo'llari parqiraq tushdek voldaydi. Ovozi bir to'p odamning ovozidek jaronliq edi. Bu g'oyibona alomatni yolg'iz o'zimla ko'rgan edim. Yenimdikilar hech nima ko'mgan bo'lsa-mu, ammo ularni vahimi besib, qechib berib, yo'shirinib oldi. U yerda o'zim yolg'iz turib, bu ajoyib alomatni ko'rdim. Tenim mag'dursizlanib, chiroyimning totirib ketganligini his qildim. Put qo'limda jon qolmagan edi. Uning ovozini anglagan hamon hoshimdan ketgandek bo'lib, yerga dum tushdim. Bir qo'l menga tegib, qo'l va tizlarimda yugundirib qo'ydi. U menga: "Ey Danyal, Xudo seni aziz ko'rdi. O'rningdan turib, so'zlarimni ko'ngil qo'yib angla. Men sening yeningga avatildim", dedi. Men uning bu so'zni anglab, titirgan holda o'rnimdan turdim. U yana: "Hey Danyal, qo'rqma. Sen Xudoyingning oldida g'oyibona alomatning ma'nisini tushunishni tovanchilik bilan talab qilganingdan boshlab, u duoyingni angladi. Men sening iltijoyingga binoan bu yerga keldim. Lekin Persiya podshohligiga hukmronlik qiladigan farishta meni 21 kun to'sib oldi. Men Persiyada yolg'iz bo'lg'achqa, Mikoil ismli bir bosh farishta menga yordam qildi. Men kelgusida xalqning beshiga keladigan ishlardan sana oldin xabar bergili keldim. Bu kelgusi to'g'risidagi g'oyibona alomatdir", dedi. U menga so'zlayotganda men yerga tikilib qaraganimcha zuvon surmay turdim. Odamga o'xshaydigan bu farishta lablarimni silab qo'ydi. Men uningga: "Hazratim, bu g'oyibona alomatdan vujudim titrab, majolim qolmadi. Peqir hazratim bilan qandoqmi so'zlashalayman? Maqdirim tugab, nafsim uzildi", dedim. U menga yana bir qitim qo'l takkizib, tenimga maqdur berdi. U menga: "Xudo seni aziz ko'rdi. Qo'rqma. Aman bo'l. Chidamliq, botir bo'l", dedi. Uning bu so'zlarini anglab, menga texmi maqdur kirdi. Men: "Hazratim, siz menga kuch-quvvat berdingiz. Endi so'zlayvering", dedim. "Yeningga nima uchun kelganligimni bilamsan?" deb so'radi u mendan. Men sana haqiqat yozimlaridagi so'zlarni elib keldim. Men qaytib berib, Persiya podshohligiga hukmronlik qiladigan farishta bilan jang qilaman. Keyin Yunon podshohligiga hukmronlik qiladigan farishta maydonga chiqdi. Isroiliyani qo'g'daydigan farishta Mikoildan boshqa menga yordam beradigan hech kim yo'q.